Nima uchun turmush qurishdan oldin qizlar albatta tishini davolatish kerak? Chunki bilamizki, ayol kishi turmushga chiqqandan so'ng uni homiladorlik payti kutayotgan bo'ladi va bu paytda tishlarni davolash ancha murakkabroq hisoblanadi. Homiladorlik paytida ona bor vitaminlarini va kalsiylarni farzandiga berganida o'zida albattaki tishlarning holati ancha yomonlashadi. Agar siz turmushdan oldin tishlaringizni qilib bo'lgan bo'lsangiz, unda sizga xavf tug'dirishi juda ham minimal darajaga tushadi. Agar sizda undan oldin tishlaringizda kichkinagina bo'lsa ham karieslaringiz bo'lgan bo'lsa, unda homiladorlik paytida u juda ham tez chuqurlashib ketadi. Menga kelgan ayollarning barchasi shu homiladorlikdan oldin tishlarini to'g'rilab olmaganidan juda ham afsus chekishadi. Shunga birinchi o'rinda sarpangizga emas, sog'lig'ingizga e'tibor bering va turmushga chiqayotgan o'rtoqlaringizga yuborib qo'ying.